Assalomu alaykum barcha chorva texnikalarini kuzatib boruvchilar. Biz 870 universal drabilkamizda obzorini qilib beramiz. Universal drabilkamiz balandligi 1.9. Tak, bug'doy solli, mana makroni ham solamiz. Aralash hammasi o'zimizda bor narsani solib, hozir ishlatib buni un shakliga keltiramiz. Hoppa, yopamiz üstünü. Tane. Tangimasın. İyi mana bunu don chiqqan yarmasi. Bunu bemalol beraverasizmi o'g'lim. Tak, bunu endi setkasini almashtiramizda birdan. Setkasini olib somon o'tkazamiz. Somon press. Makka poya aralash qilib o'tkazib ko'rsatamiz. Changish yo'q. Changni ichkariga tortaveradi, teptaga chang urmaydi. Faqat ichkariga tortadi. Mana bitta makka poyani ham o'tkazib ko'rsatamiz. Mana shunaqa poyasi qalin. Tak, bundan chiqqan xashay ko'ramiz. Qani nima chiqdi, qanaqa chiqdi, mayda iriyligi qanaqa. Prosta bu changib ketmasligi uchun mana shunaqa korobkacha qilib oldik. Mana u tak, bunisi donni un qilib chiqargani. Mana shu undan chiqqani xashaydiki mana. Xashaydiki. Shunday buni qo'yib ustidan bunisini sepib molga beraverasiz. Tak, mana shu universal drabilkamiz narxiga kelayotgan bo'lsa 2,5 million so'm, dastavkasi ichida. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar, jo'natamiz. Like, podpiska eslaringizdan chiqmasin.